qachon bir 100 talik smet olib berarkan deb kutib o'tiribsan aka. 100 talik emas aka, 200 talikka olaverasiz. Xudo xolasa 200 talikni topib qo'ydim hoji aka. Bittadan like bosib qo'ying. Bilaman buni narxini qancha aytarkan deb turibsiz. Adashdingiz. Siz o'ylagandan 200 ming so'm arzon inshaalloh. Videoni oxirigacha ko'ring hoji aka. Inshaalloh zo'r. Assalomu alaykum. Bizning kanalimiz obunachilari mana bunaqa Qirg'iziston buqashqivozlari. Mana bugun biz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar va optimchilar yig'ilgan qishloq, o'sha arzonchilar qishlog'i, Saroy qishlog'idan Qirg'izistonda buqalardan kelgan ekan. O'shalar ko'rsatuvchiga harakat qilamiz. Hafta kuniga seshanba kuni 22-aprel 2025-yil. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, qani bo'lsa bugungi videomizda Islomjon akamizni molxonalardan boshladik. Ana bo'lsa bugungi videomizni boshladik. Mollarni ko'rsatib o'tamiz. Qirg'iziston buqalaridan Assalomu alaykum. Assalom. Islomjon aka, sizsiz? Yaxshi rahmat. Xudo xolasa yangi partiyalar yo'qmi shurada? Islomjon aka, bunga necha bosh bular sonlari? Soni 13 bosh. Soni 13 bosh. 13 bosh. Xudo xolasa 7 ishda sog'liqlarni sinovdan o'tdi. Yana 7 ishda sog'lig'i bir hafta garantiya beramiz. Oldi bir qator ko'rsating. O'zi bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bir qator ko'rsatib qo'ying, vaksinadan ketaveramiz. Ana oxirida o'sha sementalda ham 100 taligidan. Shuncha mashinadan ketaveramiz. Ashkichinalardan boshladik bo'lmasa. Shinalardan hop. Bitta-bitta narxlarni. Shved borovda. Shved 100 taligi, Qirg'iziston. Hop. Bunga 13 million 500 ming so'mga xayri bor. 13 million 500 ming so'mga xayri bor. Xayri bor. Hamma yo'qlar kelishgan. Oyoqlarini hamma yo'g'ini bir chiroyli ko'rsating bitta-bitta. Shashilmasdan yo'quradi. Endi mana busi o'tadilarcha. Ikkinchisi. Surajon. O, turuvdi qaram. Turuvam. Oyoqlari. Oyoqlar ko'ring. Qora voy. Dumini oqib bog'lash. Dumini uchidan shunday. Uchida oqi bor. Bu ham Qirg'iziston. Ikkinchisi. Surajon buni 15 million 300 ming so'mga xayri. 15 million 300 ming so'mga xayri bor. 300 ming so'mga xayri. Orqa boshlari ham o'sha pachka variantidan. Ha, pachka variantidan. Maza qilib boqadigan. Mana uchinchisi. Mana bu uchinchisi gibrid. Gibrid, oq boshida. Oq bosh. Buni ham 15 million 300 ming so'm. 15 million 300 ming so'mga xayri bor. Xayri bor. Mana bu to'rtinchisi Shvediyadan. Shved borovda. Orqa boshlari ham o'sha pachkada. Pachka bo'lakcha narsa turibdi qara. Buni narxini qancha deyapsiz? Buni 15 million 500 ming so'mga xayri bor. 15 million 500 ming so'm. 15 million 500 ming. Islomjon aka, bular bo'ylari qanaqa? Bo'ylarni o'lchamayapmiz. Xo'p, men o'lchab qo'yganman. Ha? 7 dan eng Birovi 7 dan. Xo'p, mana oq boshqacha, tarix shvedgacha. Ha? Xo'p, biru 17 mi chiqdi to'g'ri. O'lchab ketaveramiz biroq. Orqa boshlari o'sha pachka variantidan. Eng kichkinasi biru 7. Birovi 7. Shunga keldik-a. Ha, shunga. Buni o'lchab qo'yamiz. Xo'p. Biru 15 ekan. Birovi 15 bo'ylari. Biru 7 dan Birovi 7 dan birovi 15 gacha. 15 gacha. Buni narxini aytdik. Mana 5-inchisi bo'ladi. Mana bu 5-inchisi bu ham bo'lakcha Bo'lakcha variantidan. Shved variantidan o'ta polvonidan. Xo'rasidan so'ragan akalar uchun. Polvonidan. Azar boqishadi. Narxini qancha deysiz buni? Buni narxini buni ham 15,5 ga xayri bor. 15,5 ga xayri bor. 15 million 500 ming so'mga xayri bor bunga. Ha, bu 6-inchisi bo'ladi. Endi Shuraga. mana busi qora variantidan. Qorasidan boqaman deydiganlar uchun. Ingichkaroq, puli ham qulayroq. Qulay variantidan. Qulay variantidan. Mana shuni bitta o'lchab qo'yamiz.
Ya şu biri 15, biri 1 15, 1 16 boylari. Buni 14 million 500 ming so'm. 14 million 500 ming so'm. Hayra bor. Xayri bor, 14 million 500 ming so'm. Bu keyingisi. Ana bu keyingisi o'tiruvdi qara. Bu ham o'ta bo'lakcha varianti. Narxini qancha deysiz buni? Buni ham 15,5 ga xayri bor. 15,5 ga hayra bor. 15 million 500 ming so'mga xayri bor. O't beriladi. O'ta bo'lakcha narsa. Orqa oshlari ham o'sha pachkasidan ekan-da. Endi mana bu gibrid varianti. Gibrid. Oq bosh. Oh, boshidan. Buni galvanlari qara. Galvanlari ham o'ta kelishgan. Narxini Narxbek, ya'ni shunajon mana buni 15 ga olishovsini, 1 15 ga olishaveradi. Olishaveradi. Xo'p. Buni ham 15 million 500 ming so'm. 15 million 500 ming so'mga hayra bor. 15 million 500 ming so'mga xayri bor. Rojicha ulardan katta. Chekattasi o'sha polvonida. 1 17. Jicha yemayib turgan ekan. Badani ham hamma yo'q jeyjeyda. Orqoshlari hamma yo'q kelishgan. Xo'p, mana aytida tugali bor. Aytib o'tib ketish kerak. No, ko'ra Olaman qilinganmi? degan odam telefon qilaveradi. Olaman degan odam telefon qilaveradi. Hop bitta ukani qizib qo'ydim. Ha. Yana 2 marta ukar qilishadi. Tuzalib ketadi. Ukari 30 ming so'm ekan. Narxini qancha deysiz? Buni ham 15,5. 15,5 ga o'tib berasiz. 15,5 ming so'm. 15,5. Bu keyingisi. Buni bo'yi 1.18. Bo'ylari 1.18. Bu ham shved tag'il varianti. Shved targ'il varianti. 16 million 500 ming so'mga xayri qo'ydi. 16 million 500 ming so'mga. 16 million 500 ming so'mga xayri qo'ydi. Bu keyingisi ana. Yengisi buni ikkalasini ko'paytiramiz. Jupiga. Hop, mana bu Easton variantidan. Mana uzunligi ham, gazi ham hamma yo'q kelishgan. Har qanday tushmagan ekan, просто har qanday yaxshi turmayapti. Mana bu shved. Shvedidan. Shved. Ikkalasi bir yerga bo'lsa 17 million 500 ming so'm. 17 million 500 ming so'mdan hayra bor. Mana bor. Oyoqlari polvonda. Oyoqlarni ham, baqbaqalarni ham o'ta bo'lakcha narsa bo'lib turgan. Bu metalda 100 taligidan shekilli. Ha, bu tozasidan. Jo'jan. Tozasidan buni yechib bir ajoyib ko'rsatmasa bo'lmaydi, buni. Qurulni qarang. Maza qilib boqaman degan akalarimizga xudo xohlasa 100 tadan to'g'ri keldi. Bir dona lekin. Bir dona. Bir dona. Ozgina, sozgina deydi, bir dona. Quloqlari ham oq. Kiprigiga choqidan. O oyoqlari ham toza 100 talikdan behijolat. Hop, ne qizil yertda endi buni. O'zi ne qizil yerti quludada. Qancha ekan buning narxi? Buni 19 yo'q, 18,5 million. 18 million 300 ming so'm. 18 million 300 ming so'mga hayra bor. Xayri bor. Xayri bor. Somonni zo'r ekan. Somon teri silosda zo'r ekan. Bu shuni qaytaryapti. 7-chisiga yana bir hafta garantiya beraman, behijolat. Navshuradi. Hop, dastavkalarimiz Jo'jon, Toshkentgacha besplat. Toshkentgacha besplatmi? Kelishamiz. Uni hammasini bir joyga qancha deysiz? Jo'jon hammasi bir yerga bo'lsa 15 million 800 ming so'mdan. 15 million 800 ming so'mdan. Hayra bor. Xayri bor. Pastda bo'ladi. Islom akamlar o'zlarining nomerlari, aloqaga chiqaverasizlar. Video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib ketamiz.